Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün Abbasilarning 6. halifasi Aminning davlat siyosiy munosabatlik bir qism ishlar bilan tanishib chiqamiz. Amin mol dunyoni bek isrof qiladi deydi Jaloliddin Suyuti. İbn Jarir Tabarining deyishicha, Amin xalifa bo'lgan vaqtida ahd qilingan qullarni setib olib, ularni bek mubolag'a holatda g'amxo'rlik qilgan deydi, ko'ngil bo'lgan ularga deydi. Hatto xilvat turgan vaqtida ular bilan xilvatda yashaydi. Ya'ni ayollar, didaklarni tashlab, mushular bilan yashagan deydi. Boshqa kishilarning deyishicha, bu xalifa bo'lgan vaqtida tarafdagi viloyat shaharlarga odam avatish orqali bu shu nag'ma navochi, naqshchi, sozandilarni izlab tepkilishga buyurgan. Hatto ularga maosh bekitib bergan. Undan boshqa yirtqich hayvonlarni, yirtqich qushlarni yiqqan bu. Hatto o'ziniki oila tavobati, oilasi, xotin bolalardanmi ayrilib turgan, yashagan. Yani bunun ko'ngil bilishi mushtaq arzimat ishlar bilan o'tgan deydi. Xotin bolalarga ko'ngil bo'lmagan. Hatto Baytul Mal davlat moliyasidagi mol dunyoni buzib chachqan, qimmat baholiq zib-zunnat javharlarni yo'qotgan. Shu o'yin tomosha uchun nurg'un qasr saroylarni sog'gan deydi. Bir qitim tuvanlik bir she'rni o'qib qo'ygan odamga shu o'zining qo'lviq to'lg'idak oltinni berib o'tgan deydi. Bu she'rning mazmuni bundoq: seni tashlab qo'ydim, hatto sen üç adavetini bilmeydi dedim. Ben seni yoklap geldim, hatta bunun sabrisi yok dedim. Bu şiir hem de şu malum bir gazel, muhabbet, işqi sözlerine şiir boz gerek. Hem de malum özün bir kenezeklerinin birisindeki namı da etilgan. Vallahu alem. Hatta bunun ısrafxo'rligidan şiir, fil, chayon, yılan, at şekilde kılıp 5 kichik bunda parxut yasagan-da, o'tchacha parxut. Buning uchun nurg'un mol dunyo sarf qilgan. Shuning uchun Abu Nawas degan Abbosiylarning shu davrdagi o'tgan mashhur adib mundaq degan: Alloh Aminga minadigan shundoq narsalarni bo'ysundirib berdiki, hech qanday bir mihrab sahibiga, ya'ni xilofat sohibiga bundoq sharofatga ega qilinmagan. Onun şekli esli quruqliqda mağdıgan bolsa, hazır ormanlıqdaki shirdek suda mağdıgan bo'lib ketdi. Qo'lini so'zib yotgan bir shir kabi deydi. Hayvatlik tishlarini shundoq chiroyini turib, tishlarini bilab turgan, og'zini o'mchaytib yo'g'on, ochgan holatda sherlarni ko'rsatadi. Demek bu şiir orqali hamda shu parxut kemilarni sifatlab vaqtida suvda mengayotgan. İmam Suvliniki deyishcha, bu Abbosiylarning tarixini yozgan mashhur tarixchi. Bizga Abul Ayna bu kishiga Muhammad ibn Amr Rumi degan odam hadis so'zlab bergan ekan. Aminning bir xizmatchisi bo'lib, ismi Kavsar. Bu urushni ko'ray deb chiqibdi-da, hamda shu oxirgi mezgil urush bo'layotgan holat hamda. Bu hayot mamatlik holati. Şu vaqtida Kavsarning o'ziga bir chamma tegib ketibdi. Amin urush bilan bo'lmay, Kavsarning o'zidagi qonni aytib bundaq degan: ko'z qarchug'imni mening sababimdan urib tashladi bular. Allah uni ko'ydigan, uningga o'q atgan kishilarni mening qalbimdagi azob uchun Allah jazolasin degan. Bu yana qattiq azoblanganligini bildirgan. Bu she'rning oyg'ini bundan jiqroq deyishga kuchi yetmay, diyemmayam da azobning dadidan Abdullah ibn Ayyub at-Tayyimi shoir degan odamni keltirib, bu shoirda uningga ma ish kupletik she'r qilsang qo'shab she'r degan. Shuning bilan tövendek she'rni bu shoir o'qigan. Uningdek bir o'qish yo'q. Odamning ko'nglini tatadigan o'qish yo'q. Dünyada onun o'xshaydigan adamni topmaq tez. Onun visali güzel şiirin, lekin onun hicran azabı
qattiq azobli degan she'rni o'qigan. Demak, bu yerda bir xizmatchisi Kavsarga nisbatan mushunchalar azobli holatda yashagan. Demak, buning o'yin tomoshaga bak berilganlik ifodalangan. Hatta bu she'rniki oyg'ini mandaq tushiganda bu shoir kishilar uning bir ortiqchiligini ko'rsa hasad qilishidi deydi. Xuddi nimaga o'xshash desa, men podshoh bo'lsam, ya'ni podshohlikni ijro qilayotgan odamga oksi hasad qilganga o'xshash. Shunlar buningga uchqichir ig'irligida darham bergan deydi. Uchqichir, mana qaranglar. Demak, mol dunyoni ajoyib buzganligi chiqib turdi. Amin hamda o'ltirilgan vaqtida Taymi Ma'munning qishig'i ketdi-da. Taymi bo'lsa, mana hozirgi she'rni o'qigan odam shu. Bu mamda Ma'munni maqtabdi. Bu akisining davrida maqtaganda, oldingi xalifning davrida. Lekin uningga Ma'mun ruxsat qilmabdi. Shundan Fazl ibn Sahlniki qishig'i beribdi. Bu Ma'munning vaziri bo'ladi. Bu Parislardan. Bu yerda Amin bilan Ma'munning orasidagi urushni bir qism tarixchilar bu Paris millatchiligi bilan Arab millatchiligining urushi degan qarash bo'lgan. Chunki Aminning vaziri Arab, Ma'munning vaziri Paris. Bu ikkilarni boshqarayotganlar Pardaqiston hamda ikki millatning aql donishmandlarida. Shuna bu vazir buni Ma'munning qishig'iga kirib qo'ygan ekan, buni xalifaga salom berib, yan xalifada shundan xalifa debdi, "Ha, Taymi" deb dastlabda Aminning burunqi kon xalifa davridagi she'rning oyg'ini, mana podshohlikqa oqsiga hasad qilyapti degan she'rni bitni ekkapti-da. Ekkagan ekan Taymi mundaq debdi. Ya'ni buni yuziga silyapti-da buni Ma'mun. Endi mashoir qaranglar, mashoir yana ikkinchi xalifani nim deb maqtayapti-da, kon xalifani nim deb maqtagan. Maqaylanma orada shoirlari bu fikrga ishongan olmaydi. Endi Abdullah Ma'mun g'alaba qildi, uning burun zulm qilgan dedi. Burunqi Baytullahga esib qo'ygan va'da nomini kelishimni buzib, uning zulm qilgan edi. Endi dadisi vasiyat qilib qoldirib qo'ygan kabi uning ufkisi uningga o shaklda muomala qilmadi aksiga. Degandan buni afu qilib uning 10 ming dirham pul bergan. Ha shoir burun xalifidimmi foydalanyapti, ma xalifidimmi foydalanyapti. Qaranglar, tashviqotniki muhimligini. Tarixda aytilishicha, Sulaymon ibn Mansur degan odam Aminga shikoyat qilibdi-da, Abu Nawas Aminni hajv qilib she'r o'qigan. Degandan tag'a uni o'ltiraymi, o tövendek she'rni o'qiyotdi deb tövendek she'rni o'qiganda, bu Abu Nawasning she'ri. Bu she'rniki mazmuni mundaq. Endi xalifa Muhammad Aminga men maqtash hadiya qilay. Undan keyin endi adamning ko'zi yetkidek bir tijorat yo'q. Bundan da hammasi orada shoirlar asosan mol dunyo talab qiladi bu orqali shoirlarni xalifalarni maqtash orqali. Muhammad Aminga maqtagan sanolarimiz ba'zi rost, ba'zi taxminiy parang yolg'on ba'zi. Hammasi to'g'rilab ketmaydi. Oyimi toza to'lib tiklangan vaqtda u oqiq yonidi. Lekin Muhammadning nuri jo'lasi kemaymaydi. Banu Mansur, ya'ni Mansurning bolalari, bularning xislatlari nihoyatda ko'p. Muhammad bo'lsa uning saf uyalgan yaqutidir degan. Bu yerga muhim nuqta shu, ba'zi yolg'on, ba'zi rost degan gap bilan oyimi to'lib keyni yanida degan gap Muhammad Aminga qilingan bir haqorat bu. Tushirayotgan bir gap. Ahmad ibn Hanbalniki aytgan bir so'zi bor ekan. Hamda bu nurg'un xatoliklarni sanab keldik buniki Aminniki. Lekin Ahmad ibn Hanbal bir yaxshi bir baho, umidli bo'lgan. Nima degan vaqtida Alloh taolo Aminga rahim qilishini umid qilma dedi. Buning İsmail ibn Aliyani inkor qilgan, ayıplagan bir qilmishi bor, ifodasi bor. Mushu Ismoil ibn Aliya qishga kirgan vaqtida shunaq degan ekanda, sen Xudoning so'zi Qur'onni maxluq deb atamsan deb buni sat gap bilan tillagan bu yerda. İmam Ahmad bu so'z orqali balkim bu kishi rahmat izlagan. İnson o'zining hayotida
bir nurg'un yomon qilmishlari bo'lgan bilan Alloh taologa yaraydigan ma'lum turtkilik rol o'ynaydigan bir amallar bilan jannatga kirib ketish mumkin. Lekin yaxshi yashagan, bilan ibodatlar o'tgan odam Allohga bo'lgan bir nachar ifodasi orqali hayotida balkim dazixa bo'lib ketish mumkin. Alloh saqlasin. Hamda bu xalifalarning ichida hamda Hoshim jamoatiga bevosita tutishadigan, onasimi, dadisimi Hoshim jamoatidan bo'lganlar nihoyat oz. Chunki dadisi Hoshim jamoati bo'lgan bilan bularning onasi ba'zisining Paris, ba'zisining Barbariy Amazigh, ba'zisining Didak. Lekin onasimi, dadisimi Hoshim jamoatiga tutashganlar. İmam Mas'udiniki deyishcha, bizning shu davrimizga qadar hamda Hoshim onasimi, dadisimi Hoshimiy bo'lganlar nihoyat oz. Masalan, Ali ibn Abu Talib xalifa. Bu mana onasimi, dadisimi Hoshim jamoatidan. Dadisi Abu Talib. Onasi Fatima binti Asad ibn Hoshim. Yani Hoshimning nevrisi bo'ladi-da. Abu Talib'ninki tog'isining qizi Fatima. Demak, Abu Talib mo Hoshimning nevrisi bo'ladi. Ayoli Fatima, Alining onasi bo'lgan Fatima mı, yani Hoshimniki nevrisi bo'ladi. İkisi ayrım-ayrım Hoshimning o'g'illaridan. Onundan boshqa o'g'li Hasan. Oğlu Hasan qandaq? Dadisi Ali ibn Abu Talib radhiyallahu anhu. Onasi bo'lsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng sevimli, eng ko'yimchan, Rasululloh eng yaxshi ko'radigan sevimli qizi Fatimaning o'g'li. Rasululloh Hoshim jamoatining bir guli. Yani birisi mana mushu adirqi o'ltirilgan Amin, yani Hoshim jamoatidan. Chunki buning onasi Zubayda binti Ja'far ibn Abi Ja'far al-Mansur. Konu xalifa Abu Ja'far al-Mansur'niki nevrisi bo'ldi ekan bu Zubayda. Harun Rashidniki bir ayolida sevimli ayoli bo'ldi bu. Asli bu ayolniki ismi Amatul Aziz. Yani Rahman Taoloning aziz Allohning dediki degan bo'ldi. Lekin Zubayda uniki laqabi. Demak, hamda Hoshim jamoatidan xalifa bo'lganlar mush 4 ayliqi. Sap Hoshim jamoatidan, qolgan hammasi Hoshim jamoatidan hamda chunki nasab dadiga nisbat berildi. Ama anımı, dadımı Hoshim jamoatidan bo'lganlar mush 4 aylar. Isaqul Mavsiliniki deyishcha, Amin de başqalarda bo'lmagan bir xislatlar bor. Masalan, bu eng sehi, o'zi eng go'zal xalifalarning ichida dadisimi, onasimi ulug'. O'zini adablik amma she'rni yaxshi biladigan, lekin o'yin tomosha bakrak bu chirma olgan buni. O'zi mol dunyoga shunda sehi bo'lgan bilan tomoqqa ochko'zrak beqilgan. Abul Hasan al-Ahmar degan olim dedi, men ba'zida arab til grammatikasida dalil sifatida aytilgan beytlarni unutib qoladim dedi ba'zida. Emin deb beradi dedi shu vaqtida. Podshoning bolalari ichida Ma'mundek, Emindek zeki birisini ko'rib boqmagan dedi. Bu adam 198-yili 27 yoshida Muharram oyida qatl qilingan, o'ldirilgan. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.